Hisobdan pulni qanday yechib olish mumkin? Binarium platformasidan daromadingizni yechib olmoqchimisiz? Buning uchun kassa bo'limini oching va mablag'larni yechib olish sahifasiga o'ting. E'tibor bering, mablag'larni yechib olish uchun akkauntingiz verifikatsiyadan o'tgan bo'lishi kerak. Verifikatsiya haqida batafsil ma'lumotni savol-javob bo'limidan, shuningdek, maxsus videodan bilib olishingiz mumkin. Minimal yechib olish summasi $5 yoki boshqa valyutadagi ekvivalenti. Bitta ariza bo'yicha maksimal summa akkaunt turiga bog'liq, VIP akkaunt foydalanuvchilari uchun esa cheklovlar yo'q. Agar siz ko'rsatilgan limitdan yuqori summani yechib olmoqchi bo'lsangiz, uni bir nechta arizaga bo'lib yuboring. Odatda mablag'ni yechib olish bo'yicha ariza 1 soatgacha ko'rib chiqiladi. Aniq ko'rib chiqish vaqti akkaunt turiga bog'liq. Agar arizangizning holati ko'rib chiqilmoqda bo'lsa, demak Binarium uni allaqachon tasdiqlagan va tranzaksiya to'lov tizimi tomonidan amalga oshirilmoqda. Shunga ko'ra, mablag'ning hisobingizga tushish tezligi tanlangan to'lov tizimi shartlariga bog'liq. Binarium mablag'larni siz depozit kiritgan karta, hisob yoki to'lov tizimining o'ziga o'tkazadi. Agar siz hisobni kriptovalyuta va istalgan fiat usulida, masalan, bank kartasi yoki elektron hamyon orqali to'ldirgan bo'lsangiz, ustuvorlik umumiy depozit summasi ko'proq bo'lgan to'lov usuliga beriladi. Agar biror sababga ko'ra mablag'larni depozit kiritgan rekvizitlaringizga qabul qila olmasangiz, iltimos, terminal yoki saytdagi onlayn chat orqali qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Shuningdek, support Binarium tom manziliga yozishingiz mumkin. Binarium bilan birga sizga foydali savdolar tilaymiz.